Yunusoboddan 5 sotuvlik uchastkani 132 ming dollarga ko'rsataman. 10 ta xona, 4 ta sanuzel, 490 kvadratura. Ko'rib turganingizlar, 2 etajkali, ko'ryapsizlar, Qorasuvodan chiqqan elektrika, gips kardon, deraza romlarigacha qo'yilgan. Orqa taraf hovlisi turibman. Hovlini o'zini qaranglar, qanaqa katta. Bu yoqda bitta umumiy sanuzel, mana bu turgan yopiq naves, yozgi oshxona bo'ladi. Endi qaranglar, darvozaxonadan kirib kelish, katta darvozada, hovliga ham 4 ta mashina bemalol sig'adi. Suv, gaz, svet, sentralniy kanalizatsiya, hamma sharoitlar bor. 5 sotuv, oldi fasad 18,5 metr, uzunasi 27 metr. Mana bu o'rta kiraverish kaletkasi bo'ladi. Ikkita taraflama yashil maydon. Ko'ryapsizlarmi? O'zini alohida balkonlari ham bor. Tez ko'rsatib beraman. Shuna kirib kelish, kattagina prixoshka, ko'ryapsizlarmi? Chap tarafda bizning mehmonxona bo'ladi. Gips kardon elektrikasi bo'lgan, bu yoqda to'g'risida oshxona. Razmerda qaranglar, kattaligini. Pastga podolga tushib ketirish, podolda ham ikkita xona bor, orqa taraf hovliga chiqib ketirish. Bu yoqda bitta sanuzel, yonida ota-onalar uchun yotoqxona. Deraza romlarni qaranglar, kattaligini. Gap yo'q lekin. Oxirgi xonamiz, ikkinchi etajga chiqib ko'rsataman. Tepaga chiqib kelarkanmiz, oyoq teglar suplik polla qilingan. To'rini ko'rsating. Kattagina xonamiz, balkonlar bor, hovliga qaragan. Yurib kelarkanmiz. Yana bitta xona, yonidagi yana bitta yotoqxona. Xo'p, bu yoqda ham yana bitta spalniyda, ichida sanuzel bor. 490 kvadratura, вообще dodi. 10 ta xona bo'lyapti. Bu sanuzel, bu oxirgi xonamiz. Yunusobod 3 qahramon klubidan 6 kilometr kirganda Hoji Ota mahallasida joylashgan. 5 sotuvda 4 tasini narxi 4 xil. Bu turganimizning narxi hamma narsasi bo'lgan 152 ming dollar. Elektrikasi bo'lmagan, santexnikasi bo'lmagani 132 ming dollar, ikkinchisi 142 ming dollar. To'liq ma'lumotlarni olaman sizlar, pastki nomerli telefon qilinglar, lokatsiyalar tashlab berishadi. Cho'chimasdan bosib o'radigan joyi lekin.